Opa ozdiruvchi mana bu. Har doim men mana shundan ichaman. Mana koreyskiy. Buni mana 500 gram suvga eritadi. Sal iliq. Buni mana qaynatdim suvni. Mana har doim mana shundan men ichib yuraman. Bu judayam zo'r narsa. Ichdagi ortiqcha yog'larni eritadi, ichaklarni tozalaydi. Bu faqat ozdirish bilan shug'ullanmaydi-da. Buni funksiyalari juda ham ko'p. Shunaqa. Shuni kun davomida bir 4-5-6 soat ichish kerak, lekin men birdan ichib qo'yaman. Giyohlardan bu tayyorlangan. Giyohlardan tashkil topgan bu. Shunchagina qoldi. Bittasini bir kunga. 400 ming so'm.